Assalomu alaykum musulmon birodar. Mana endi 3-chisini boshlayapmiz. Mana u kazzobni yana gapirilgan Foizi rahmat aytadi, tashakkur aytadi. Ko'cha-ko'yda ko'rsa, nimadir yaxshilik qilgisi kelaveradi bizga. Men maqsadimiz kimdandir tashakkur istash emas o'zi. Lekin o'sha avlod alhamdulillahi robbil alamin mana bu xavorijlarni, mana bunaqangi hiyla makkorlarni qo'liga tushmadi. Endi bundan 10 yil oldin 10 yoshli bola ijtimoiy tarmoqda bo'lmagan. Hozir u 20 ga kirdi. Ana o'sha 20 ga kirganlarni bular mo'ljalga olib, ularni boshini aylantirishga harakat qilyapti. Bu raddiyalarimiz mana shu 20 yosh, 18-19 yosh yangi yetishib kelayotgan avlodni ogohlantirish. Ukalarim, singillarim, ko'zingizni oching. Bu dunyo hayoti sizga bir marta beriladi va mana shu bir martada to'g'ri hidoyatni topib jannatni qo'lga kiritib olish imkoniyatingiz bor. Siz noma'lum odamlarga, jismi noma'lum, lokatsiyasi noma'lum odamlarga ishonib diyonatingizni rasvo qilib qo'ymang. Qarang. Biz deydi ilgari yoshi bundan 20 yil avval da'vat qildik deyapti. O'sha 20 yil avval da'vat qilganlarimiz mana 40 ga kiribdi, 20 ga kirganlar deydi. Bir qismi 30 ga kiribdi. Ular to'g'ri tarbiya topgan deydi. Bizni ko'chada ko'rsa rahmat. Siz bizni shuni to'g'ri tarbiyalagan ekansiz deyapti. Endi ona maydondagilar 150 mingta ekan Toshkentda o'zida. Shuni tarbiya topganlar. Ko'rib turibsizmi qanaqaligini? Endi aytyapti, bu mana u qolganini ham tarbiyalaydi, qolganini tarbiyalaydi deyapti. Sababi bu qolganini endi nima hali biz u yosh tarbiyalaganimiz yo'q. Mana ular adashtirib ketadi deyapti. Adashtirib nima qiladi? O'sha piva ichmagin deyapti mana harom ishni qilma, o'shanga qatnashma deyapti bular. Deganda bu ular adashtiradi deb turibdi, qarang uyatmasdan. Endi o'zi aytayapti, o'shada piva ichsa bo'laveradi deyapti. Boshqa haligi odamlar bor deyapti, musulmon emas, kofirlar deyapti. Shuga bu o'shini oqlab gapiryapti nimani. Mana o'zini gapi bor uning. Men hozir gapirgan gapimni isboti bu yerda turibdi. Buchi bular shunaqa degan, musulmonlarni kofir degan, yana nima deb qo'yadi? Prezidentlar bular sotqin degan raza gapiryapti. Yo degan demasdan, agar degan bo'lsa isbotlab ber. Eshitdir, mana seni men asha ko'tligini isbotlab berdim. O'sha nima she'rlar aytganda g'iring deya olmading. Endi mana u yolg'onchiligini isbotlab berdim. Sen aytyapsan, ana shu ichsa bo'ladi dedik. Bu narsa seni asha odamlarda adashtirayotganingni isboti. Uni ichib harom narsani ichib biladi. Endi domlalardan so'rayapti, deya so'rayotgan yo'q. Mana uni to'xtat sen deyapti. Endi shunaqa bo'lgandaki buni yana bu yoqni nima derkin? Oddiy mantiqiy savol. Misol uchun hozir Abraha ijtimoiy tarmoqqa chiqib, menga $10,000 pul tikinglar, falon biznes bor, 10% foyda. Bu qarang gapdi. Biz pivadan gapirishyapmiz. Endi bu yerdan hozir qo'yib beraman desam juda ko'p. Bu Abraha deydi, Ibrohimda aytayapti. Menga 10,000 berasizlar desanglar ishonasizlarmi? Endi bu qanaqa o'zinglar eshitib ko'ringlar. Bir oyda 10% foydasi bor desa. Kim tikadi? Buni pivaga nima aloqasi bor? Tikishi mumkin, ahmoq odam, kallasi joyida emas odam tikishi mumkin, lekin kimgadir qasd qilib tikishi mumkin. Masalan, eriga zarar beraman deb erini pulini o'g'irlab tikib olishi mumkin. Eri xotinni ham shundan urishtir endi. Lekin Abrahaga $10,000 pul tikmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya qaysi ahmoq tikadi? Siz qizingizga sovchi bo'ldi Abraha. Qizingizni menga bering. Biletlarni qilib beraman, Yevropaga uchiring, men qizingizni baxtli qilaman. Qizingizni berasizmi? Yo'q, bu yerda piva to'g'risida gapiryapti-yu. Kim beradi? Qani? Yozsinchi izohlarda. Men buni Abraha sovchi bo'ldi. Qizingiz buni boshida chiqib aytdi. Mana u piva nima bo'lyapti? Piva to'g'risida bayram bo'lsa, gap bo'lyapti. Shuni men mana u odamlarga tushuntirib beray. Buni mo iflosli odamlar chiqib shuni provokatsiya qilyapti deb aytdi. Eshitdinglar odamlar. Endi bu yerda bu hayot o'tib ketdi mana. Ikkita nima bo'lyapti mana bu nima qism to'lyapti. Endi bu Ibrohimni birovdan
$10,000 olish so'rash. Bu yerda gap yo'q. Qizini oladimi, opasini oladimi, yo seni erangga o'xshatib shunaqa qilib olib ketadimi? U to'g'risida gap bo'layotgani yo'q. Uni so'ralmadi sendan. Shu plus asha yer aytaman deb ko't ekan deydi. Yoki jiyaningizga, yoki singlingizga sovchi bo'ldi. Bering menga desa, nima deysiz birinchi? Kimligingizni ko'rsating, kimsiz, qayerda turasiz, nima ish bilan shug'ullanasiz deysizmi? Abraha kim aytib o'ting debdilar. Ibrohim Muvahhid nomini qo'yib olgan Abraha ismli asli Baxtiyor Umarov degan bola. Ibrohim nomini qo'yib olgan. Asli bu atini aytyapti. U Abraha. 3 xil aytib. Ana shu Abraha yoki troll profilda yurganlar sizni singlingizni so'rasa, berasizmi? Gulnora Turdaliyeva, itimni ham bermayman deyaptilar. Sen itiga ham olib bermaysan. Yana ham misol keltiring. Abraha qarz so'rayapti sizdan. Menga deyapti $10,000 qarz berib. Yeting bilan ko'ting qaytaraman bir oyda yoki 10 kunda dedi. Qarz berasizmi $10,000? Qani piva? Kim beradi? Piva. Pivaga nima aloqasi bor? Aqli hushi bor joyda odam bermaydi-da. Endi Abrahaga diyonatini berayotgan odamni nima deysiz? Diyonatini topshirib qo'ygan, dinini topshirib qo'ygan, o'shani gapini gap deb, mana shu to'g'ri deb ko'tarib yurgan. Iymoningizni topshirib qo'yyapsiz unga. U nima desa to'g'ri deb ketib ergashib, hissiyotga ergashsangiz, mana shu xuddi qoldi. Ovoz uzilmadimi? Ovoz bormi, yo'qmi? Endi o'sha Abraha degan Ibrohim nima deyapti? Pul so'radimi? Sovchi bo'ldimi? Yo bo'lmasa yana boshqa narsalar bo'ldimi? Va endi mana hozir Abraha degan Ibrohimning gapini eshitamiz. O'shanda bu aytgan gapni birortasi yo'q. Ovoz bormi? Ovoz bo'lsa telefon qilishyapti-da. Mana hozir eshitamiz Ibrohimning gapini. Hoy maşallah, boshqatdan kirdimi yo'qmi? Allohdan qo'rqmasang, bandadan uyalmasang nima? Kirdi? Endi yaxshi. Xo'p, bismillah. Xo'p. Tahlilni boshlaymiz. Yuqoridagi suhbatimizning o'rtasidagi bu to'xtab qolganlarni kesib, chiroyli qilib qo'yamiz inshaalloh. Xo'p. Javob beribdi endi. Qani, eshitamiz. Javob beribdi. Mana javobini eshitirasan. Endi avvalgi aytganing, ular nimaga ko'rsatmaysan? Hozir biraman. Inshaalloh. Qani ash gapirlarini mana hozir ko'ryapsizlarmi? Gapirini eshittiryapti. O'shaning ichida bir marta Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir muhim masala yuzasidan munosabat bildirmoqchiman. Bu masala shuki, yaqindagina diniy idora bilan piva festivali haqida o'rtamizda suhbat bo'lib o'tgandan keyin sizlardan bir qancha savollar keldi. Mana bu savollarga javob beraman va shu bilan birga men haqqimda tinimsiz efir qilib, hattoki masjidlarda menga qilinayotgan tuhmat, bo'xton, shubhalarga javob berib o'taman. E'tibor beryapsizlar. Buni uslubida o'zini o'ta ahamiyatli odam, hamma bu haqida o'ylaydi. Quyosh ham buni atrofida, oy ham buni atrofida aylanyapgan qilib ko'rsatadi o'zini. Qani ko'rsatdi? Qachon aytdi? Qachon ko'rsatdi? Hech kim buni odam o'rnida ko'rmaydi. Odam o'rnida ko'rmasa, masjidlarda deydi. Bitta yarimtasi gapirgandirda, atrofida shu ta'sirlangan bitta yarimta nedagom uchrab qolgan bo'lsa, u aytgan unga, bu mana shunaqa bu omonatga xiyonat qiladi degan. Va bu gapimiz bunga tekkanligidan xursandmiz. Asosan men buni basharasini ochganman. Basharayni emas, o'zing basharayni emas, ko'tingni ham ochib yubording mana hozir. Idorasi, xoin saroy mullalari, ichki ishlar xodimlari xuddiki oyog'i kuygan tovuq kabi pitillab qolishdi. Ana qarang, hech kim pitillagani yo'q. Ichki ishlar xodimlari ham, diniy idora ham hech kim pitillagani yo'q.
Qanaqasiga pittalamaydi? Pittalab qoldi-yu. Hali bitta xotin chiqib haqiqatni aytdi, darrov ushlab ketdi-yu. Ha bitta nimani erkak kishi aytdi, uni ham ushlab ketdi-yu. Tavba qildirdi-yu. Men shuni noto'g'ri gapirib qo'yibman deb. Ash pittallab yuribdi-da. Keyin hali bitta odam nimasi bola farzandi Qur'on o'qigan ekan. Shuni instirganman nima deb, istirganmanmi deb qoldi shunga. Tilim kelmaydi shunday. Ha, qo'ygan ekan, o'shani olib kelib sudga olib borishdi. Pistirab bir pasda nimaga qilding, gunohsi nima ekan desa, bu Allohning kalomini bolasiga o'qitibdi. Uni odamlarga eshittiribdi mana nimada orqali. Ko'rdinglarmi qanaqa katta jinoyat ekan bu? Va pivani sotib 150 mingta odamni to'plab, haligi cho'chqaga o'xshab ichirib, qusib ham yo'qqa. Ashi yarim yalang'och qizlar, 14 yoshar qizlar ham bor ekan deyapti. O'shana qilib yurgan narsalar bu to'g'ri deyapti. O'sha bo'laveradi deyapti. Endi mana bu Ibrohimni mana bunaqa dedi deb turibdi. Qani endi shunga bir hujjat keltira olarmikin ha bu? Yo'q. Lekin qasam ichib turaveradi Xudo urgan. Oyog'i kuygan tovuqdek pitillayotgan senga o'xshaganlar. Chetdan turib olib O'zbekistonga telefon qilyapsan. O'zbekiston haqida gapiryapsan. Sanlarni biz eslamaymiz ham. Ha, O'zbekiston to'g'risida gapiryapti. Gapini eshityapmiz. Shunda bir marta O'zbekistonda yomon degan joyi bormi? Aytchi. O'zbekistonda nima deyapti? U yerda Abrorga o'xshaganlar ko'payib ketdi deyaptimi? Yo bo'lmasa mana nima aytgan? Aytdiki, Shurik. Senga o'xshaganlarda nimasini o'zini ochiq berardim, hozir topolmay qolibman. Ilojisi topaman. Ko'rishasan nima deganini. Aytchi, bo'pti, turibdi mana o'zingda. Nima deganini aytchi. Sanlarni tupurib tashaganmiz. O'zini ahamiyatli ko'rsatish taktikasi bu. Bunga aldanmang yoshlar. Aldanmang bunga. Bu suhbat diniy idorani xiyonatini yuzaga chiqardi. Chunki Bu suhbat diniy idorani xiyonatini o'rtaga chiqardi, deyapti. Nima xiyonat? Nima xiyonat? O eshakni bolasi, Xo'tik. Mochani bolasi. Xiyonat shuki, qo'ling bilan qaytaring degan narsa domlalarga tegishli. Qaytarishni o'rniga o kelgan joyiga borib turibdi darvozasini tagida. Qaytib ketib qolaman agar bir gap bo'lsa deb. Bo'lmasa shunchalik iflosli turganda nimaga bu domlalar shunga qarshi kurashmaydi? Nima uchun O'zbekistonda shunchalik ifloslik ko'payib ketdi? Jalabxonalar ochiq-ochiq ishlayapti. Hali qirib yalang'och, asha siyadigan, chichadigan jonni latabni to'sib qo'ygani ochiq bo'lyapti. Mana u tungi klubda shunaqa iflosliklar bo'lyapti. Shu kimni ishi bu desa, shu domlalarni chiqqan mana qilgan ishi shu. O'shalar elni buzishdi. O'sha agar rostmana olimlar turganda mehrobda, ular odamlarni to'g'ri yo'lga yetaklagan bo'lardi. Bularchi o'sha mana boshida turgan kofir tuzum, mana bu tog'ut kofir tuzum. Nima desa shuni qilyapti. O'shalar mana xalqni buzaman deb turib 150 mingtasini to'plab o'shaga araqlar, pivolarni ichirib araq ham qo'shib ichishganmi kim biladi. Cho'chqaga aylanib qolishdi. Qusyapti ashaga. Bu to'g'rida bir og'iz gapirmayapti. Endi chiqib turib o'shani to'g'ri degani uyatishyapti ular. Lekin sen ham ifloslamassan-da, sen haligi nimasini ko'tsanda endi shuning uchun seni chiqarishib qo'ygan. Hali rezinka, gandon degan narsa bor. Seni gandondoniga ishlatishdi mana. Boshqa hech kim nimaga chiqmadi? Boshqasi bilmaydimi gapirishdi? Boshqasi shunchalik ular ham beti yo'q, lekin senchalik emas. Maga chiqqani uyat, sababi bu yerda hech gapirishga iloji yo'q-da. Shuncha nima bo'layotgan bo'lsa, ifloslik bo'layotgan bo'lsa, mana 15 nima bo'lib qopti. Nima yana o'chiramiz ekan. Hozir boshlaymiz keyin.